Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javz qishloq dorivor o'simligi. Ismi qizilmiya. Ba'zi joylarda shirinbiya ham deyiladi. Rus tilida solotka deyiladi. Qizilmiya balandligi 1-1,5 metrlar chiqib, qir adirlarda joylashgan. May oyining oxirida va avgust oyigacha ildizini terib olib, quritib ishlatilsa bo'ladi. Qizilmiya shifobaxsh xususiyatlari. Nafas yo'llari kasalliklarida qizilmiya ildizi balg'am ko'chiruvchi xususiyatga ega. Bronxit, quruq yo'talga yordam beradi. Oshqozon yallig'lanishiga, jarohatlarni tez bitishiga yordam beradi. Dorixonalarda siropini ham sotib kelinmoqda. Homilador ayollarga mumkin emas. Bilmagan odam bilgan odamlardan so'raydi. Doktorlar tavsiyasi bilan kam-kam iste'mol qilsak bo'ladi.